kitoblarda ba'zi bir qoidalar bor. Masalan, a'azzal matlub azallal mavjud deydi. Ya'ni bir narsa zarur bo'lganda, uni talab qilishga kelganda u aziz bo'ladi. Ya'ni yo'q bo'lsa aziz bo'ladi. U narsa ko'p bo'lsa, serob bo'lsa, u xor bo'ladi. Har bir narsada mana shunday kechmish bor. Masalan, suv, agar suv yo'q joy bo'lsa, bir qultum suv insonning hayotidan aziz bo'lib ketadi. Endi borligi uchun, ko'pligi uchun bu suvni odamlar qanday isrof qiladi, hatto qilayotgan isrofi o'zini hayoliga kelmaydi. Umr ham shunday. Odam sog'lom, salomat yashab turgan paytda birovni hayoliga bu umrni tejashlik, bundan unumli foydalanishlik hayoliga kelmaydi. Kasal bo'lib, bemor bo'lib, to'shakka mixlanib qolib, qarasaki hayot o'tib ketibdi, o'lim ko'ziga ko'rinib ketib qolganda, keyin bir soniyani, bir daqiqani shunaqangi qadr qimmatini, azizligini biladi. Ungacha bilmaydi odam. Mana shunday.